Haliyam eski usulda kafel kesyapsizmi? Bunda vaqtingizni ham, asabingizni ham behuda ketkazyapsiz. Mana bu zamonaviy kafel kesadigan apparat bilan ishingiz butunlay boshqacha darajaga chiqadi. Pichoqlari qattiq, yo'li tekis, tortilgan chizig'i xuddi lileykada chizilgandek top-toza chiqadi. Kafelni sindirsangiz, qirrasi silliq hamda tekis holatda chiqadi. Eng yoqadigan tomoni, ruli juda ham yengil, qo'lingizni charchatmaydi. Katta plitkalarni ham bemalol bir harakatda chizib kessangiz bo'ladi. Og'ir tagligi tufayli kesayotgan paytingizda o'ynab ketmaydi, aniq tekis holatda turadi. Elektr tok ham so'ramaydi, chang ham chiqarmaydi, xonani tozalab ovora bo'lmaysiz. Ustalar uchun aynan ishini tezlashtiradigan, silliq va toza natija beradigan moslama. Pichoqlarni almashtirish juda ham oson, narxi esa juda ham cho'ntakbop. Qisqasi, kafel yotqizadigan bo'lsangiz, bu apparat bilan sizga kafel kesish muammo tug'dirmaydi. Olishga arziydi. Natijasi esa toza, ish tez, ustalar obro'si baland. Apparatni o'zini lazer ham bor. Kafel kesish paytida lazer orqali tekisligini ko'rishingiz mumkin. Xullas, hammasi bir joyda: aniqlik, tekislik va sifat. Qo'rqmasdan ishlataversangiz bo'ladi.